ko'gishlar. Bugun oy ko'rildi. Ata roza tutish boshlanadi. Allah ibadetlerimizni qabul qilgay. Bizga bu Ramazonni nasib qilgan Allohga shukr aytaman. Ramazonning kelishini to'rt ko'zim bilan kutgan edim. Allah bu kunlarga yetkizdi. Ey Allah, bu ayni toat ibodat bilan o'tkazishni nasib qilgaysan. Bizni do'zaxdan ozod qilinadiganlardan qilgaysan. Amin. Men xubtan va taravih namozini o'qig'ili masjidga boray. Menimi ep bormamla? Dadisi? Bo'ladi, ep boray. Mayli amsa. Alinimi billi ilvalayli anisi. Hay, Ali. Yaxshi, tepa. Mana dada. Mana dada. Jura balam, masjidga boramiz. Nemishqa dada? Xubtan va taravih namozlarini o'qib kelamiz. Tarovih namozini nemishqa bu kecha o'qiymiz dada? Chunki ata roza tutishni boshlaymiz balam. Tag'a, atrostda roza tutamdiq. Rozani qandoq tutamiz? Shundoq Anas. Buni siz nereden bildingiz tag'a? Bugun Ramazon iyi ko'rinibdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam oyni ko'rib roza tutinglar, oyni ko'rib ig'iz ichinglar degan. Rozani qachondan boshlab tutamiz dada? Endi yana turaversak namozga ulgurmay qolamiz bolarim. Avval namoz o'qiylik. Savolinglarga namozdan keyin javob beray. Jura. Ha, mayli. Mayli. Amda sorsam bo'lamdi dada? Bo'ladi, qani, so'rg'ina balam. O'tgan yili kichik edim. Cho'ng bo'lganda roza tutsan degan edingiz. Amdi cho'ng bo'ldim. Men sizlar bilan roza tutaman. Qachon zo'rliq yeb, qachon iftor qilamiz, dada, ha? Qarg'ina seni. Senmo cho'ng bo'p qolding. Roza tutadigan vaqtingmi bo'p qoldi. Endi roza tutsang bo'ladi. Men javob beraymi tag'a? Qani degina Anas. Tang sahargacha zo'liq yeymiz. Kun o'tirganda iftor qilamiz. Shundoq tag'a. Allah rahmat qilsin. Nihoyatda to'g'ri aytding Anas. Nemishqa atdiganda zo'rliq yeb, kun o'tirganda iftor qilamiz? Buni bilmaydi ekanman tag'a, bilmaydi ekanman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarni saqitib qo'ymagandiman. Hech qisi yo'q. Namozdan keyin bolalar savol so'rab, kallamni umosh qilyapti. Zuhurliqni tong atquchi yeb, iftorni kun o'ltirib bo'lgandan keyinli qildiganligimizning sababini endi bilgansizlar. Bu haqdagi oyatni qaysinglar menga o'qib bera olasizlar? Men o'qib beray tag'a, men. Hammaga qo'l ko'tiraverdi ekansan. Bu qatim men javob beraman. Men javob beraman. Bo'ladi. Qani, o'qig'ina o'g'lim. Qo'qlandi shaytonning sharridan Allohga sig'inib panoh tilayman. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tongning oqsizligi, qorasizligidan sizlarga nisbatan aniq ayrilganga qadar yangla va ishchinglar. Undan keyin ro'zani kechiga qadar tamomlanglar. To'g'ri o'qidingiz, balam. Qaysi sura ekanligini bilamsiz? Baqara surasi. To'g'ri o'qiding. Dastlab oyatda tong otqucha degan so'z ishlatilmay, oqsizlikdan qorasiziq aniq ayrilganga qadar yeb ichinglar deyilgan. Bir qism sahobalar roza tutmoqchi bo'lganda putiga oq yeb bilan qoriyib bog'lagan. Oq va qorini farqigacha zuhurliq yegan. Shuningdan keyin Alloh taolo tongning degan so'zni tushirgan. Ya'ni tongning oqsizligi qorasiziqidan ayrilganga qadar yeb ichinglar degan. Shu vaqtda ular oq va qorining kecha bilan kunduzga qartilganligini bilgan. Aisha onamizdan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Bilal tong yorishdan burun azan aytdi.
İbni Ümmi Mektum, azan etkiçilik, zo'liq yangla. Bu oyat nozil bo'lishdan burun sahobalardan birisi iftor qilib bo'lib uxlagan bo'lsa, uning tong yo'rig'icha bir narsa yeyishi cheklangan. Bu ish ularga ig'ir tuyulgan. Keyin Alloh taolo ularga kangchilik qilib bu oyatni nozil qilgan. Sahobalar buningga bakla xushal bo'lgan. Zo'liqning ma'lum vaqti bormi tog'a? Aniq tushuntirib qo'ysangiz-chu. Tong yo'rib bo'g'icha yesi bo'ladi bolam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam zuhurliq yangla. Zuhurliqda barakat bor degan. Shuning uchunmi zuhurliqni oxirgi vaqtiga tortib yeyish afzal. Bir qism o'limalarning deyishicha, zo'liq degan so'z sahar vaqti degan so'zdan ilingan ekan. Sahar vaqti deganimiz kechining eng oxirgi vaqtini ko'rsatadi. Men xuftandan keyin iftor qilib, tozachiq savob olmasam, qarab tur, a? Men cho'qim shundoq qilaman. Unda qilsak bo'lmaydi bolam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam iftorni baldur qilib, zo'rliqni kechiktirib yegan kishilar mening sunnatim bo'yicha ish qilgan bo'ladi degan. Ali, buni anglab asrdan keyin iftor qilaman deb turibman yana, ha? Kun o'ltirmay turib, iftor qilsa, ro'za boziladi ballari. Ammo unutib qilib yeb ichib salsa, ro'zasi sunib ketmaydi. Bu ahvolda ro'zani davomlashtiraveramiz. Ey Alloh, ro'zimizni, namozlarimizni qabul qilgin. Alloh bu muborak oydagi va boshqa oylardagi barliq amal ibodatlarimizni qabul qilgin. Amin. Amin.